Abosiki bilasizmi, maski umuman rasxodga qildirmayman. Mana rasxod qildirmaysan, men senga qilgan rasxodimga hozir to'rxonali uy berar edim. Men sizga har doim gullar olib ber, tillalar olib ber demayman-ku. O, rasxod faqat gul tillada emas, o'zi kuniga normalniy pul ketadi. Xohlasang bir kun sen men bo'lib ko'r, men sen bo'lib ko'raman. Qanaqa rasxod qilib qo'yibsiz-chi? Voy, yur ko'rsataman, ovqatlangan boramizmi? 20 ming yetadimi? Yurchi ko'ramiz. Ketdi. Assalomu alaykum. Aka Xolmay, Chilonzorga. Bo'l, o'tir. Nima? 50 ming shundan berib beraman. Bu men sen bilan taksi berganimda talashmaganman, o'tir. Bo'pti, ketdi. Hop, magazindan nasib bering. Suv ichkim kelyapti. Suvim kam qoldi. Bo'pti, nima ichasiz? Shu 40 ming 30 ming atrofida suv aytardingiz, men ham shunaqa suv olib bering menga. Bez gaz iching, semirib ketyapsiz. Yo'q, men senga unaqa demaganman. Bor olib berayotgan suvni. Bir pashka sigareta qo'shib ol. Xo'p. Hop, bizga 4 xil salat berasiz, aka. Keyin mana bundan ham bitta, mana bundan ham bitta berasiz. Keyin steyklardan asorti qilib bering, har xil steykdan. Abosiki, uyingizga xarajat xosmi? Nima? Butun dunyo ovqatini yetyapsiz-ku. Men sen restoranga olib borganimda nimaga bunaqa ovqatlar aytyapsan demaganman, tushundingmi? Olib kelyapman aka. Oo, maza qildik-a, rahmat senga. Qizlar, yigitlarga hadeb gul, tilla olib berib durmanglar. Ata kuniga normalniy rasxod qilib qo'yar ekan.